ba'zi holatlar bo'ladi, ayollarimiz ajdodlarida yoki karmический vaziyatlarida barbod qiluvchi programma juda ham kuchli bo'ladi. Barbod qiluvchi programma nima? Ayolni prosta o'zini inkor etishi, o'zini ayblashi, o'zini noto'g'ri deb bilishi, o'zini yomon deb bilishi, bu dunyoga kelishi noto'g'ri deb bilishi, qanaqangidir vaziyatlar ishtirok etib qoladida, shunda ayol yangi vujudni dunyoga keltira olmaydi. Ya'ni vujud paydo bo'ladi, lekin paydo bo'lgandan keyin ayoldagi programma ishga tushadi. Ya'ni o'zini o'zi barbod qilish. O'zini o'zi barbod qilish bo'lgandan keyin tromofiliya sabab bo'lishi mumkin, qanaqangidir progesteronovая недостаточность sabab bo'lishi mumkin. Istalgan sabablar bilan homila rivojlanishi to'xtaydi yoki homila tushib qoladi. Bu paytda ayol shunchaki his qilib ko'rish kerak, balki mutaxassis bilan ishlab ko'rish kerak bo'ladi. Ya'ni o'zidagi barbod qiluvchi programmani to'xtatib yoki o'zidagi barbod qiluvchi programmani maza qilib yasha olib, his qilib, undan dars olib, yangitdan bu narsaga harakat qilib ko'rish.